Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda kanalimiz a'zolari. Biz sizlarga 2026-yilda uy sharoitida qora tovuq boqish haqida ozgincha qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz asosan sotiladigan tuxum va jo'jalar hamda tovuqxonamizni sharoitini bir tushuntirib o'tamiz. Tovuqlarimiz qanaqa holatda yashayotganligini. Keyingi videolarda esa albatta oziq-ovqati, qanaqa dori ichadi, qanaqa suv ichadi, shularni ham tushuntirib o'tamiz. Mana bu joyda 17 dona tovuqimiz bor. Bitta katta xo'rozimiz, uni qoni boshqa. Mana bu ikkala makyon. Xo'p. 3-makiyonimiz mana qulog'i oq 3-makiyon hamda mana joyda ikkita mana. Bitta, ikkita, 3ta makiyon tuxumda. Bu katta xo'roz qoni boshqa. Mana shu 4 ta tovuqni juplaganmiz. Hamda mana bular esa taxminan yanvar oyida chiqqan bo'lsa, fevral, mart, aprel, may 4-5 oylik tovuqchalari bo'lib qoldi bular. Hali tuxumga kirgani yo'q. 4-5 oylik tovuq bo'lib qoldi, hali tuxumga kirgani yo'q. Endi harakat. Bular ham Xudo xohlasa tuxumga kirib qoladi. Mana shularda xo'roz sotiladi mana. Mana bu xo'roz sotiladi. Keyin mana bunisi ham sotiladi. Shu qo'ndoqqa chiqqani ham sotiladi. Sotiladiganlari ham bor. 3-4 ta xo'roz sotiladi. Xo'rozlarimiz katta bo'lsa, bundan-da chiroyli xo'roz bo'ladi, Xudo xohlasa. Mana bularni 100 ming so'mdan sotib beramiz. Hozir mana shu kunlarda oladiganlar bo'lsa 100 ming so'mdan sotib beramiz. Mana bitta xo'roz, ikkita xo'roz yana bor. Mana mo'g'ullarniki yana bir ikkita xo'rozlarimiz bor. Bundan tashqari bular tuxumi bor. 3 ming so'mdan 10 dona inkubatorga qo'ydim, 9 ta jo'ja chiqdi. Bittasining ichida jo'ja bor ekan, yorib chiqqani kuchi yetmay o'lib qolibdi. Ularni ham hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Suv idishlarni mana shunaqa qilib kesib qo'ysanglar, tepaga ilib qo'ysanglar, pokiza bo'lib turadi. Uy sharoitida qilingan. Mana bu joyga yem idish qilib qo'yilgan. Bu joyda mana shu katagimiz ichida mana shu 17 dona tovuq saqlaymiz. Tashqarida boshqa qora jo'jalarimiz bor. Ularga bir 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi. 3 oy bo'lib qoldi, adashmasam. Hoppa. Bularga adashmasam 3 oy atrofida bo'lib qoldi. Bular hozir sotilmaydi. Bular katta qilib tuxum va jo'jasini sotamiz. Hozir emas. Bundan bir 19 ta qoldi bunda. Buni tuxumini birovdan olib ochirganmiz. Yaxshi natija chiqqan. Ma'lumot uchun aytib o'taman. 30 ta tuxumdan 24 ta jo'ja chiqqan. 30 ta tuxumdan 24 ta jo'ja chiqqan. U 24 ta jo'jadan 6 ta qolgan tuxumdan 3 tasining ichida jo'ja bo'lgan, 3 tasining ichida jo'ja bo'lmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyin 24 tadan 5 tasi nobud bo'ldi, 19 tasini katta qilib oldik. Bularda hozir jo'jalarni ko'rsatib o'tamiz. Tuxumlari hamda jo'jalarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Bir kunda o'zida 3 ta tuxum olingan kechagi kunda. Bular ham sotiladi, donasi 3 ming so'mdan. Mana do'stlar, bu o'sha tovuqlarning jo'jalari sotiladi. 2 kunlik 10 ming so'mdan. Har bittasi 9 ta bor. 90 ming so'mga sotiladi. Bundan tashqari sotiladigan tuxumlarimiz ham bor.